Minecraftda men va Lonex YouTube'da juda ham ko'p mashhurlik qozongan top 5 ta ajoyib qurilmalarni obzor qilamiz. To'xtang. Hozirda kanalga obuna bo'lishingizni juda ham xohlardim. Qo'ng'iroqchasi ham esdan chiqmasin. Xullas hammaga yoqimli tomosha, biz videoni boshladik. Va nihoyat uzoq yillik qiynalishlardan so'ng merga ham kirib oldik Lonex bilan birgalikda. Ha, barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Lonex va Vladcraft. Ha, videoni boshida eslatganimdek ajoyib narsalarni obzor qilib o'tamiz. Qani davay, ketdik. Qani Xo'sh, birinchi qurilmali narsa uchun bizga mana bunday narsalar kerak bo'ladi. Inventani kichkina ochib qo'yamiz. Bo'ldi, mana shu narsalar kerak bo'ladi. Davay, birinchi narsani qurishga go. Nima quryapsan bu yerda o'zi? qatdan quramiz. Mana shu yerdan quramiz. Bitta, ikkita, yana bitta. Yo, 3 ta bo'ladi bu. Yo'q, Yo, tepaga bittasi qo'yiladi keyin. Ha, shunaqa. Nimadir Minecraft nima qo'yapti? Mana moblarni bir balolar. Bor yo'qolaysan, bor yo'qol. O'ltir. O'ynamayapman-ku. Qanday bo'lyapti Minecraft? Juda ham qotyapti-da menda. Bor yo'qol. Mana bitta tayyor bo'ldi. Bittan blok qazamiz. Ovoz bir net chiqyapti shekilli. Mana bitta suv qo'yamiz bu. Endi redstone. Ichine tint qo'ymaymizmi? Tint qo'yamiz, faqat mana bu redstone'larni qo'yaylik-da. Hozir tint qo'yaman o'zim. Tint oling. Oldim. Hozir. Xo'sh. Qancha tint oldingiz o'zi? O'zim ham bilmayman. Nima bo'lib qoldi o'zi? Menda nima ochilmay qoldi-ku. Ha, mana. Nimadir qarang. Bitta narsa qiziqtiryapti. Nimaga biz kiryapmiz, lekin jonimiz ko'rinyapti. Hayronman men. Ha, men ham shunga hayronman-da. Nima uchun bunaqa ekan? Bir nimalar bo'lyapti, yo. Mayli, tint olish kerak. Shu modlardan bo'lsa kerak-ku, sizni modlaringizdan. Men uncha ko'p ishlatganim, bitta tekstura pak qo'shgandim bo'lgani. Xo'sh, bitta tint qo'yamiz. Bo'ldi. Bunga sopibsiz-ku. Ha. Bo'pti, davay birinchi qurilmani ishlatib ko'ramiz. Ha, davay, o'zim bosaman. To'xtang, mana buni yoqamiz. Endi o'zim bosaman. davay, bosing. Hadi 2 3. Ya. Oh. Bunga cheksiz qarash mumkin hattoki. Minecraft. Wow, mana bunday chiroyli narsa umrimda ko'rmaganman. Wow! Shuni qarang buni. Ha, legendarniy bo'lyapti. Tenti tugadi. Nima? Tenti tugadi nimagadir. Ya. Bo'pti, mana birinchi narsani obzor qilib o'tdik. Endi ikkinchi narsaga o'tsak ham bo'ladi. Xo'sh, ikkinchi qurilmali narsamiz uchun bizga mana shunday narsalar kerak bo'ladi. Ha. Davay, qurishga go. To'xtang. Mana quraylik endi. Minecraft nimaga qotyapti? O'zi qanaqa sizgida Minecraft? Ha. To'xtang. Ha, bo'pti. Quravering, bittasini neto qo'yib ketdi. O'rniga bitta tosh qo'yamiz. Buni ko'p youtuberlar menimcha ko'rgan tashlar shekilli. Hamma ko'rgandir buni. Deyarli-da, endi aytaman-da. Tent ham solib chiqish kerak. Nimadan keldi? Telegramda o'zi qanaqa chiqadi bir? Nimadir neto. Bo'pti, redstone qo'yib chiqamiz. Ha, redstone qo'yib chiqing, men esa Bitta tugma, bo'pti, tugmani o'zim qo'yaman, tentni qo'ying. Minecraft nimagadir qotyapti desam xato bo'ladi, to'g'rimi? Xato emas. Bu yerga bitta tugma qo'yamiz endi. Nima buni qilyapman men? Bu yerga ham qo'ysa bo'ladi uni. Prosta aytaman-da. Menimcha bu uloqtirgich tayyor bo'ldi shekilli. Tentlar soldingizmi? Bu serverning itidan. A few moments later. Va nihoyat kirdingmi? Ezilib ketdim-ku bir o'zim. ha, problemalar chiqqanlar. Bo'pti, yana nima deydi? Kreativdan vijvoniyaga o'tishimiz kerak. Soldingizmi suvli paqir? Ha, hozir. Turing. Suvli paqir oling. Hozir. Balolar qilyapsiz o'zi qiziq. Buncha ko'p narsa nimaga kerak sizga?
Ye shunchaki. Bo'ldi oldingizmi? Ha. Bo'pti, unda Vijvaniya rejimiga o'tirdim. O'zim ham shunday dedim-ku, bo'pti. Qani, endi tugmani bosamiz va tepaga uchamiz. Ha, bosing. Mana bosdim. Ya. Tayyormisiz? Ha. O'lib ketmasak bo'ldi. Yo! Yo, water drop etmasak bo'ldi-da, endi water drop. Ya, yetdim. Men qanaqangadir nimagadir betga tushdim. Bo'pti, yana bitta bosamiz. Davay, keling. Ya. Davay. Ish qilib o'lmasak bo'ldi. Siz water drop qilmadingiz, aldamang. Yey, bile. Kulgili joyda qo'shib montaj qilib yubordilar endi buni. Bo'pti, bu narsani ham obzor qilib o'tdik. Endi esa bolalar keyingiga o'tamiz. Endi esa mana uchinchi narsani quramiz. Uning uchun bizga mana bunaqa narsalar kerak bo'ladi. Davay, qurishni davom etamiz. Xo'sh, birinchi bu porshonni qo'yamiz. Bitta porshon, bu tomonga emas, tepaga qarab turish kerak. Siz quravering, menga ham bir narsa yasayman. Nima? Bo'pti, hozircha qurishda davom etamiz. Surpriz. Bo'pti. Qaramay turaman unda. Boring anametga keting. Ha, qaramay turing. Yo'q, bu nimaga qo'ydim? Bo'pti, mana buni qo'yamiz. Mana buni endi esa relslarni qo'yib chiqamiz. Betgadan betga. Endi esa vagonchalar. Bitta vagon, yana bitta. Menimcha buni bitta short videoda ko'rsatgandim bolalar. Menimcha ko'rgandirsam. Yo'q, nimagadir. Men nima ko'rmadim? Qarab qo'ydim. Uzr. Ya, qachoqsiz baraka. O'lchamasda endi. Ko'p qaraganim yo'q. Yana Telegramdan keldi shekilli. Terracraft chatidanmi? Ha. Bitta redstone. Yo'q, bitta narsani olish esimdan chiqdi. Uzr. Mana bunisini olishimiz kerak edi. Men boshqa chizmoqmanda ko'zimga issiq ko'rinib ketgandi. Xo'sh, bitta qo'yamiz. Yo'q, bundaligini emas. Mana bundaligini qo'yish kerak edi. Bitga. Endi mana bundaligini bitta qo'yamiz. Bitta redstone ham qo'yamiz endi. Da, qo'rmasam nima qilyapman unda? Shoshmang endi, mana bularni almos bloklarni sindirishimiz kerak. Da, xuddi men o'ylayotgandek. O'tirib qoldim. Qachoqsizlar. Balki o'zingizdir. Yo'q, nima bo'lib qo'ydi? Bile. Bo'pti, davay. Endi esa mana buni ishga tushiramiz. Yo'q. Nimadir? Yo'q. What the? Nima biz qo'ydingiz? Sizlar kutmaganda. Bo'pti, redstone qo'yamiz. Redstone va bitta mana bunaqa narsadan. Da, ishladi. Wow, ishladi. Qanaqa o'tirsak bo'ladi? O'tiring, jonni rohati o'tiring. Men o'tirdim. Ya. Jonni rohati. Mana bolalar, bu narsani ham obzor qilib o'tdik. Endi esa 4-narsaga o'tsak ham bo'ladi. Qani go. Bular kirar bu sizga. Tushunmadim. Mana. Nima bu? What? Bu qurilmani quramiz. Buning uchun bizga mana shunaqa narsalar kerak bo'ladi. Eslab qolinglar. Shu turishda eslab qolasizlar. Endi esa go, qurishda davom etamiz. Endi bu nima edi bu? Hozir ko'rasiz-da, endi qozing. Nima aytdi? Qozing. Bo'ldi. Grass blok olish kerak endi. Inventarni ochishni yomon ko'raman-ki. Mana bitta, yana mana bitta. Bo'ldi, endi esa mana bu yerga mana bilan to'xtang. Mana bularni bunaqa qo'yish kerak emas, mana bunaqa. Bu tuzoq deb nomlanadi. Faqat buni bitta narsada qo'llanmagandim-da. Mana bitta qo'yamiz. To'xta. Bitga bitta obsidian qo'yamiz, bitga bitta obsidian qo'yamiz. Endi esa mana bu yerga nima deydi buni? To'xtang. Ya. Hali ishlatmaslik kerak edi. Nima qilib qo'ydingiz? Yo'q. Da, mana hali tayyor. Mana shuni tekshirib ko'ramiz. Shoshmang. Men kirib ko'raman. Mana tuzoq.
Shundan endi qanaqa chiqadi endi? Bu yerdan chiqib bo'lmaydi, tuzoq shu. Chiqolmaysiz Nima qilib qo'ydingsan? Bo'pti, men kreditaman bo'lmasmi? Bo'ldi. Bitta buzib ko'ramiz. Bo'ldi, tayyor. Mana shuni ham obzor qilib o'tdik. Endi esa Dostingizdan qozonmoq uchun juda ham zo'r tuzoq ekan bu. da, endi 5-narsaga o'tsak ham bo'ladi. Eng endi esa so'nggi narsani mana bu narsalardan quramiz. Go, qurishda davom etamiz. Xo'sh, bitta portion. Endi esa bu yerga qaragan bitta nima deydi? Qayiq. Qayiqni ustiga esa qo'y o'tirg'izing. Ko'p ko'rgansizlar shekilli bu narsani. Da, tushundim. Hamma shunday deydi. Endi redstone o'tkazamiz. Shoshmang. To'xtang. Bu yerda buzing. Bo'ldi. Endi esa bitta redstone, bu yerga mana bunaqa nardan, bitta redstone, bitta. Bo'ldi, endi mana nima qilyapman? Buni buzamiz. Nima buzilmaydi bu? Bo'ldi. To'xtang. Epic kamera olamiz. Shoshmang, hozir. Qilana boshladim. Bechora qo'y azoblaryapti bu yerda. Bu qo'y shunga loyiq, qarochi. Juda kulimiz bo'lsam kerak, hali buni ko'raman deb. Ha, juda ham Qildik. Mana shu narsalarni obzor qilib o'tdik. Videomiz yoqqan bo'lsa, mana shu videoga 20 tacha like yig'ib beringlar. Iltimos Va sizlardan. kanalga obuna bo'lib ham esdan chiqmasin do'stlar. Da, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Nima bo'ladi deydi, bu qiziq bo'pti. Xo'las, hammaga xayr, sog' salomat bo'ling. Xayr.